Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan Yoqubjon Abdusalimov. Bilasiz, shu paytgacha men Misha Rashid haqida 2 ta video yukladim. Va ularning barchasida odamlar negadir ma'lumotlarga emas, meni o'zimning tushimga e'tibor qaratishibdi. Ya'ni kameradan uzoqroq tur, yaxshiroq gapir va kulma. Yaxshi kulmaymiz. Unda jim bo'lib, seriozini yoqib gapiramiz. Demak, bilasiz, bitta mashhur narsa bor, ya'ni voqealarni rivojlantirishga sabab bo'lgan narsa fakt bor. Ya'ni u fakt shundan iboratki, Mishari Rashid Alafasi Eronga qarshi gap aytgan edi. Ya'ni Eronning qo'llari kesilsin va shunga o'xshash gap edi. Buni o'zingiz yaxshi bilasiz, gap nima haqida ketayotgan ekanligini. Va men bu narsaga izohni Misha Rashiddan kutgan edim va u javobni oldim. Misha Rashid ham bunga javob bergan ekan. Hozir men sizga ushbu javobni ko'rsataman, ya'ni aynan Mishari Rashid Alafasi tomonidan bu javob berilgan. Hozir bu narsani ko'rasiz, men o'zbek tiliga tarjima qilib ko'rsataman. Mana men Mishari Rashid Alafasining rasmiy YouTube sahifasidaman. Ko'rib turganingizdek, unda 12 milliondan ziyod obunachi mavjud va bu yerda o'sha komment, ya'ni izoh, arabcha tilini tushunmasangiz shunchaki tarjima qilaman. Birodarlik a'zosi yoki eronlik hamdard naqadar g'alati. Bu yerda sal o'zbek tiliga tarjima qilishda biroz xatolik bor shekilli. Xullas, nima demoqchi bu yerda? Eron sahobalar qo'llari kesilsin degan eronliklarda shunaqa gap bor, shiyalarda. Lekin bu muammo emas deyapti Mishari Rashid bu gapi bilan. Bu hech kimni qiziqtirmaydi, hech kimni ajablantirmaydi. Lekin Mishari Alafasi Eronning qo'llari kesilsin degan gapni aytgani bu hammaga jinoyat bo'lib ko'rinyapti deyapti. Va shunday qilib aytyapti. Va yana bitta zo'r komment yozgan bu yerda do'stlar. Siz bilan birga Eron, birodarlik va siyonistlarning qo'llari kesilsin. Ha, ko'ryapsiz-a nima deyapti bu yerda? Mishari Rashid hech qanaqa Isroilning tarafini olmayapti. Guvohi bo'lganingizdek, Mishari Rashid Alafasi o'zining pozitsiyasini yana bir bor bildirdi. U hech qanaqa Isroil tarafda emas, balki sionistlarga ochiqchasiga qarshi chiqyapti va shuningdek Eronga ham. To'g'ri, siz g'alati eshitishingiz mumkin. Eron musulmon davlat, nega u musulmonlarga qarshi chiqyapti deysiz? Tasavvur qiling, avval videoga aytganimdek, sizning uyingizga kimdir hujum qilyapti. Siz nima qilasiz? Uni shunchaki ta'rif qilasizmi, qo'llab-quvvatlaysizmi? Albatta unga qarshi chiqasiz. Mishari ham shu ishni qilyapti. Albatta men bu videodan so'ng yana bitta narsa aytib ketmoqchiman. Izohlarda ko'ryapman, ko'pchilik og'ziga e'tibor bermasdan ota-onasi bergan tarbiyani izohlarda ko'rsatishyapti va shu kabilarga. Izohlarda yozayotgan har bitta haqoratli so'zingizdan rasmga olib, uni kerakli joylarga yuboryapman, aytib qo'yay. Bir kun qulog'ingizdan sudrab ketishlari mumkin. Shu boisdan madaniyatli bo'laylik. Albatta menga bildirayotgan negativ fikrlarga qarshi emasman, faqatgina so'kmasdan dalil bilan keltiring. Albatta men sog'lom raqobatni afzal bilaman. Albatta sizdan kelayotgan negativ fikrlar kanalimning rivojlanishiga sabab bo'ladi va buni juda ham hurmat qilaman. Albatta menga negativ bo'lganingiz bilan bu degani menga obuna bo'lmasligingizga degani emas. Menga obuna bo'lib qo'ying, chunki ko'rasiz keyinchalik albatta men bu xatolarimni to'g'rilab, yana bu kanalimni ancha yaxshilayman. Va qolganlar ham meni kuzatib kelayotganlar sizga manfaatli bo'layotgan bo'lsa, albatta kanalimga obuna bo'lib, like bosishdan chiqmasin. Chunki bu videoni tarqalishiga, ko'proq odamlar ko'rishiga sabab bo'ladi.